Türkiye'nin NTV kanalida Ahmet Yeşiltepe riyasatçılık qilgan Dünya Saati nomli programmada Sharq Turkiston masalasi tonishtirildi. Xabarda bu yilning 5-dan tortib lagerlarda qamalgan Uyg'urlarning soni millionlarcha deb e'landi. Shundaqla Sharq Turkistonda nima ishlarning bo'layotganligi va tarbiyalash nomi ostida qanday xo'rlashlarning ilib berilayotganligiga nazar tashlandi. Unutulmuş bir halk, Uygurlar dosyasını NTV Dış Haber editörlerinden Ömer Faruk Şahin yazdı. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad ibn Salmonga Jamal Khashoggi voqeasini tekshirish uchun 72 soat muhlat berganligini bildirdi. Pompeoning tekshirishini tamomlash uchun 72 soat vaqtimiz bor yoki bo'lmasa embargo xavfiga duch kelamiz deganligi xabar qilinmoqda. Shuning bilan birga Trumpning bu jurnalistning o'ldirilganligini jazmlashtirilganligi bildirildi. Yevropa Ittifoqi Kengashining raisi Donald Tusk Yevropa Ittifoqi a'zosi bo'lgan 27 davlat muzokaralarni ijobiy bir shaklda davomlashtirishni qaror qildik dedi va tor hujumi tahdididan ogohlantirdi. Angliya va Yevropa Ittifoqi orasidagi suhbatlarda hal qilish chorasi tepishga va kelishim hosil qilishga texmi yaqinlashganligini bildirgan Tusk, Angliya bosh ministri Theresa Mayning Angliyaning Yevropa Ittifoqidan chekinish muzokaralarining vaziyati haqidagi qarashlarini anglagandan keyin Yevropa Ittifoqidagi 27 davlat orasidagi muzokaralarni ijobiy bir shaklda davomlashtirishni qaror qildik dedi. Bruselda bir araga kelgan Yevropa Ittifoqi davlat va hukumat boshliqlari yig'inining 2-chi kunida ko'chmanlar va ichki bexatarlik masalasi muzokara qilindi. Ko'chmanlar masalasiga chora izlagan Yevropalik rahbarlar yig'inining xulosa dokladida ko'chmanlar haqida yo'l qo'yilgan xizmatlarning davomlashtirilishi kerakligini ta'kidladi. 2015-yil 10-oydan buyon qonunsiz yo'llar orqali Yevropa Ittifoqi zaminlariga kirgan kishilarning sonining 25% ozlig'ini bildirildi. Bo'libmi Turkiya bilan imzolangan musofirlar kelishimining qo'llanishi va davomlashtirilishi kerakligini ta'kidladi. Ekvatorda bola o'g'irlash bilan ayblangan, lekin faqat o'g'irlik qilganligi aniqlangan, orasida bir ayolmi bor bo'lgan 3 kishi o'ltirgan mashinada ko'ydirib o'ldirildi. 3 kishi kishilarning ko'z oldida ko'yib o'ldi. Bu voqea haqida bayonot e'lon qilgan soqchi doiralari bu 3 kishi o'ldi, 3 yilsi ekvatorlik dedi.